Her qandaq ziyanni vaqt bilan to'ldirib aqıl bo'ldi. Ammo zoya bo'lib ketgan vaqtni hech narsa bilan to'ldirib bo'lmaydi. Bir odam nihoyat jiq pul tepibdi, hatto millioner bo'libdi. Nurg'un cho'ng ishlarni qilibdi. Endi ömrünün oxirida bir dam olay va oxiratlik ishlarimni qilay, Allohga tövbe qilay deb o'ltirsa, Izrail ishkini qilibdi-da, jining nag'ili keldim deb. Ay men endi texe bir demilib, küçükünü rahatlanib va oxiratlikning tayyorligini qilay debdim. Qılanmagan nurgun işlerim battı degandikin Izrail deydigan hamma odamning ayda qilib bulanmagan ishlari battı. Hech kim oxiratga ishni tugitib bormaydi. Sening ajling keldi, o'lasan degandikin. Bir yil uzatib bersang boyliqimning yarmini bersam deydigan. Mening qo'limda emas, Allohning amri o. Hozir o'lasan degan. Bir ay uzatib beralamsa, bir soat uzatib beralamsa, uzatib beramayman. Boyliqimning hammani bersam 1 soat uzatib beralamsa, yo'q. Andaqda 1 minut uzatib beralamsa, bulapdı 1 minut sana mühlet berildi deytken. 1 minut uzatib bergin, men o'g'limga xat yozolay deytken. O'g'liga nima deb xat yozgan desa, o'g'lim vaqtni ching tutqin. Men shu vaqt bilan nurg'un narsalarni topdim, nurg'un boyliq topdim, nurg'un cho'ng ishlarni qildim. Ama bütün baylıqım bilen 1 saat vaqtni setib ololmadim.